Farzandim filmi ijodkorlaridan siz uchun yana bir tuhfa. Bu ota farzandlarga ham ota, ham ona o'rnida bo'lib, ularga juda mehribon. Uning orzu-umidlari farzandlarining kamolini ko'rishdan iborat. Farzandlari ham unga juda mehribon bo'lib, otalari yolg'iz bo'lgani uchun uylantirish uchun harakat qilmoqdilar. Qiziq, xayrli maqsadlarni ko'zlagan ota va farzandlar bu borada murosaga kela olarmikinlar? Aslo o'tkazib yubormang. Oilaviy kanalingizda oilaviy komediya. Matyoqub Matchonov, Muhammad Iso Abdulxayirov, Alisher Uzoqov va boshqa yulduzlar ishtirokidagi film Vafodorim NTT oilaviy kanalingizda.